man ko'rib olaman. Botoksiz yo'qmi hojam? Xo'p, operatsiya oldin qildirganingiz-a? O'zimi sizga yoqmayapti shunda? Qovog'im tushib ketyapti. Bu 2 yil oldin qildiruvdim-da. Muammo ortiqcha terida emas, o'sha tagi. Shuni aytadigan teri bor-u, ortiqcha teri juda kam. Bir marta oldirgansiz, olingan. Skladkamiz bo'lmagani uchun sizga xuddi ko'p teriday tuyuladi. Singapurda o'ziga xoslik, ko'zni ochganingizda tepaga qaraganda xuddi nimadir bosib turganday, og'irday, boshida bo'ladi. Assalomu alaykum. Men Toshkent viloyati Qibray tumanidan kelganman. Shu ko'zimda qovoqlarim tushib, ham uzoqni uncha yaxshi ko'ra olmasligim hisobiga doktorlarga keldim. Do'stlar, bemorimizda oldin blefaroplastika amaliyoti amalga oshirilgan. E'tibor bersangizlar, yopgan holatimizda ko'z ustida orcha terlarimiz juda kam. Mana ozgina teri olsak ham ko'zimiz ochilib qolyapti, demak. Lekin ochgan vaqtimizda e'tibor bersangizlar, xuddi orcha terimiz ko'pday, mana kiprikning ustiga tushib turganday vid beradi. Bu yerda oldin oddiy blefaroplastika amalga oshirilgan, bemorimizda skladkalari juda kuchli shakllanmaganligining hisobiga bu operatsiya bizga yaxshi rezultat bermagan. Ya'ni boshqa vrachda amalga oshirilgan. Endi biz hozir korreksiya qilamiz, ya'ni ortiqcha terlarni olamiz, ozgina juda kam miqdorda. Shu bilan birga bemorimizda mana bunaqa o'chin-cho'pajim skladka yasab berishning hisobiga ko'zlarimizning ustini ochiqroq, bo'li yevropeyskiroq qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Va mana bu ortiqcha teri muammosi, xuddi osilib turganday teri muammosi bizda yo'qoladi. Ko'zlarimizda ham ozgina asimetriya bor, maksimalni tuzatishga harakat qilamiz. No suyak bilan bog'liq chastiga o'zgartirish kirita olmaymiz. Shuning uchun ko'zni shakli saqlanib qolinadi. No chiziqlarni chiroyli qilib yasab beramiz. Sal achishtiradi, shundan keyin umuman og'riq bo'lmaydi, xudo xohlasa. Nit qo'ydirgandingiz, keyin nitni olish uchun operatsiya qildirgansiz. Bo'lmasa ham nitingiz turibdi-da, sizda operatsiya qilganlar iplaringizni olib tashlamaganlar. Hozir ko'zni ustida ozgina yog'lar bor ekan, ertalab turganingizda shishardimi ozgina? Mana shu ortiqcha yog'larni ham olib tashlaydi. Skladkachamiz shakllandi. Endi skladka yasab chiqishim kerak. Bu uchun siz ochib yopib, tepaga qarab menga yordamlashib turasiz, xo'p? Bir oycha, 2 oycha sal og'irda, tortilib turganda shunday bo'ladi. Hozir sirasi operatsiyadan keyin ham ko'zingizda kansa ochilmayotganda og'irday bo'ladi. Aziz do'stlar, operatsiyamizni tugatdik. Ko'rib turganlaringizdek ko'zdagi chandiqlar to'liq olindi. Ko'zning ustida ozgina yog'larimiz ham qolib ketgan ekan. E'tibor bersangizlar, orcha terlar olindi, hamda kosmetologlar qo'ygan nitlarimiz ham bor ekan, ularni ham olib tashladik va skladkalarimizni aytganimizdek chiroyli qilib shakllantirdik. Demak, hozir ozgina tepaga qarash qiyinroq bo'lishi mumkin, sababi ko'z ustida mana ko'rib turganingizdek shishlar juda ko'p, ochishda cheklanish bor. No, uzoq 2 oy ichida mana bu ko'zdagi shishlar ketadi, peshonamiz sal tushadi, bo'li tabiiyroq, chiroyliroq skladkalar shakllanadi, ko'z yorug'i ham bundan kattaroq bo'lib ochiladi. Bu bizning birlamchi rezultatimiz. Bir oydan keyingi natijani albatta sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat.